Xo'sh, assalomu alaykum. Davom etamiz. Navbatdagi adresimiz Samarqand, Urgutga bo'ldi. Yotoqxona to'plami kelganmiz. Endi mebel haqida qisqa qilib aytib o'tishga harakat qilsak, narxidan boshlaymiz. Narxi standart narxda 6.200.000 150 km dastavka summasi ichida bo'ladi. Qolgan kilometrlar kelishilgan holda bo'ladi. Xo'sh, razmerlar balandligi 2.10, mana bu razmer 2.70. Kiyim sig'im, ya'ni mana bu razmer 50 sm qilib yasalgan bitta sipchasi bor. O'rtasi polkali. Mana bunday holatda. Xohlovchilar uchun 6 ta bir xil eshik, ya'ni o'rta qismi oyna bo'lgan. Mana buni olib, ikkita tomondagi eshikdan 6 ta bir xil ham qilib beramiz. Bitta stolchka, qolgani narixonada, keyin toshga qarab terildi mebel. Bu xonaga shkafini, yotoqxona kichkina bo'lgani uchun narigi xonaga qolganini terib berdik. Xo'sh, trimosi balandligi 1.90, mana bu razmer 1.50. O'rtalarida polkalari bor variantda, mana bunday holatda, ichki holat. Tortmasi ham ancha keng ishlangan. Mana bunday holatda tortmalari. Eshiklar 100% vakuumda. Divan 2.10 ga 1.70 matras razmer. Xohlovchilar uchun matras ham qilib beramiz. Pulida $100 gacha razницasi bo'ladi. Mana bu razmer 1.70 ga 2.10 uznasiga. Mebel rangida 3 xil tanlov bor. Rangini o'zgartirsa ham bo'ladi. Mana buni ham rangini o'zgartirsa bo'ladi. Fasad qismi indif, ya'ni mana sizga ko'rinib turadigan mana bu qismlari indifdan, qolgan qismi rossiyskiy laminatdan yasalgan. Xo'sh, pastda nomer qoldiramiz, bemalol bog'lanib, buyurtma berishingiz mumkin. Mebel zakaz qilgandan keyin 2-3 kun ichida dastavkasi tekin, ya'ni 150 km gacha 6.200.000 ga olib borib o'rnatib beriladi.